Shu o'rinda o'zimizning sharoitdan kelib chiqib, bir narsani ta'kidlash joiz. Bizda qadr kechasini ziyofatxo'rlikka aylantirish holatlari juda keng tarqalib bormoqda. 1-2 soat ibodat qilgandek bo'lishadi-da, kechaning qolgan qismida osh-ovqat va oldi-qochdi gaplar bilan band bo'ladilar. Yoki qandaydir kinolar tomosha qilib o'tiradilar. Bular ushbu kechaning odoblariga to'g'ri kelmaydi. Vaqtni zoyi qilish bo'ladi. Ilmiy suhbat bo'lsa, kitob o'qilsa, ma'rifat ulashilsa yaxshi albatta. Ammo duolar qabul qilinadigan bunday onlarda yolg'iz holda ibodat va iltijorat qilib qolish, hojatlarni yolvorib so'rab olishni unutmaslik kerak. Ayni muddao damlardir. Ayniqsa qadr kechasini oila davrasida bola-chaqalar bilan nishonlash kelgusi avlod uchun juda katta ijobiy ta'sirga egadir.